Yaxshimsa qizlar tuxumni pishirib yeyvermay, ma'qul ustidan qorib yeb baqinglar, shunday yeyishlik. Amsa taqtilar videoda bo'lsin. Avval tuxumdan bir nechta tayyor qilib olamiz. Qozonga may qo'yib, may qizigandan keyin ikki tarafini qizartib olamiz. Endi bir qachimizga cho'ng ustamdan o'sha maysi samsoqli qiyamizdan 2 qo'shiq savetimiz. 2 qo'shiq sap bo'lgandan keyin bir qo'shiq hoyo savetimiz, bir qo'shiq janyo, bir qo'shiq shuncho savetimiz. Endi bularni azroq suv qo'yib, tekishalatda aralashtirib olamiz. Majan bo'lsa, shu chanfi qatgan qizaga intay maskildi har qanday say qo'rsanlar bo'ldi. Endi oqchimani azroq savetimiz. Qizaq may qo'yib, may qizgandagi sinjan samsaq son piyazlarni mizlik biroq chiqarib olamiz. Endi biz bu ham tayyor qilgan tangjonni savasaq bo'ldi. Tekisha aralashtirib bo'lgandan keyin bayan biz ziyanli qilib tayyor qilgan tuxumni savalamiz. 5 minut atrofida do'liq qilib olamiz. Endi mana sudiya shunda quyilib, ta'mligi shunda payzi qizartib yeyishib so'nchib iste'mol qilsak bo'ldi. Masay bo'lsa, har qanday chanfi qotgan qizag'im intay maskildi jumo qizlar. Jo'g'im tiyazag'on jo'q qilalar qo'llashishdan penjiga oltiraq bo'lib qo'yinglar. Uytishmandan bo'lsin, qizlar qo'llashsildan bo'lsin. Amsa kiraysan kirishaylik xayr xo'sh.